Devamını anlayış hürmetli vatandaşım. Şuna bu katım Orta Asya devletleri yukarı derecelikle yığını Rusya'nı teklif kılmadı. Rusya güçlenmeydi, şuna ihtiyat kılıdı Orta Asya'da. Rusya Kırım'yani yutub aldı. Hatta Ukrayna'nın şarkıga tecavüz kılıp kirgende Orta Asya devletleri Rusya'dan keladigan tahdidni his qilishga başladı. Orta Asya'da her qaysi devletler köplegen Rusya perestler bolupla kalmasın, belki Rus tilida sözleşidigan Ruslarmı. Bolupmu Rusya'ga tutuşidigan Qazaqstanның şimali qism rayonlarida Rus tilida sözleşidiganlar merkezleşken rayonlardır. Bu amillar Rusya'nın Orta Asya devletleriga besim işletilgan quralıga oylanıp qelishi mumkin. Şunlaşqa Orta Asya devletleri Rusya bilan arliq saqlashni umid qiladi. Orta Asya devletleri o'xshashli prezident Vladimir Putin o'zi yo'l qo'ygan Yevroasiya o'rtaq gavdasi den ehtiyot qiladi. Rossiyaning bu turni yo'l qo'yishi niqoblanish amaliyotda Orta Asiyaga kengaymichilik qilish deb hisoblanadi. Şunlaşqa bu qatımqı Orta Asya yuqori darajaliklar yig'ini har qaysi Orta Asya devletleri o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishni alayda muhokama qildi. Rol elish Germaniya bilan Fransiyaning rol elishiga o'xshaydi. Orta Asya parvozliq rolini o'ynaydi. Kichik mavzu. Bu qatim ochilgan Orta Asya davlat boshliqlari yuqori darajaliklar yig'ini Özbekistan bilan Qozog'iston tashkilladi. Yig'in ochilishdan burun O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'rta Osiyo har qaysi davlatlarni ziyorat qildi. Nurg'un matbuotlar O'zbekiston bilan Qozog'istonni O'rta Osiyoning parvozi deb tasvirlashdi. Bu ikki davlat dal hozir Yevropa parlamentida Germaniya bilan Fransiya rol o'ynagandek, hozir O'zbekiston, Qozog'iston O'rta Osiyoda rol o'ynayotdi. Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin darhol O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston davlat munosabatlarini yaxshiladi. Qirg'izistonda o'tgan yil yangi rahbarlik saylangandan keyin Qozog'iston va Qirg'iziston munosabatlarini qaytadan moslashtirib, yaqinlashtirib, bu omillar O'rta Osiyo davlatlari yuqori darajaliklar yig'inining ochilishini ilgari surdi. O'zbekistonda elib berilgan islohot xalqaro ishlarga o'rlashishni ilgari surdi. Qatnashishni ilgari surdi. Turkmanistondan boshqa O'rta Osiyo davlatlari aro viza talab qilish bekor qilinadi. O'xshashli O'zbekiston hozir bir qator islohot harakat elib beryapti. Cümleden chet el sayohatchilar o'ng'ayli viza ola oladi. KGB'ga o'xshaydigan O'zbekiston maxfiy saqchilarining roli haqiqiy jihatda azaytildi. Privatni boshqarishni bo'shashtirildi. O'zbekiston O'rta Osiyoga vakil bo'lib xalqaro sahrin ko'proq rol elishli o'ynaydi. Bir qancha kundan keyin O'zbekistonning Toshkent shahrida Afg'oniston masalasi bo'yicha xalqaro yig'in chaqiriladi. O'zbekistonning qo'shnisi Afg'onistonga intayin zo'r ta'siri bor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Guterres va ba'zi davlatlarning davlat boshliqlari bu qatamqi yig'inga qatnashadi. Amerika bu yig'inni qo'llaydiganligini bildirdi. Selishtirganda Rossiya o'tgan yili Afg'oniston masalasi bo'yicha xalqaro yig'in ochganda xalqaro jamiyatning umumyuzlik qo'llashiga erisholmadi. Uningdan boshqa O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev nihoyatsiz orada Amerikani ziyorat qildi. Texmo Amerikaga yuzlandi. Jungo bilan Amerikaga tutgan muomala tubdan o'xshamaydi. Kichik mavzu. Qozog'iston o'xshashli Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytiryapti. Prezident Nazarbayev birinchi oyda Amerikani ziyorat qilib, Prezident Trump bilan ko'rishdi. Qozog'iston yakka holda Amerika grajdonlaridan viza talab qilmaydigan bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Raulov Qozog'iston Yevropa iqtisodiy gavdasining a'zosi.
deganni bahona qilib, Qozog'istonning Amerika fuqarolariga viza bekor qilganligidan norozi bo'ldi. Qozog'iston buningga bu Qozog'istonning egilik huquqi deb javob qaytardi. O'xshashda bir vaqtda bir nafar jungolik amaldor o'tgan oyda og'rinib, Qozog'istonga bir tarafdan jungoning bir yo'l, bir belbog' turini va jungoning mablag' solishini qo'llaydi. Yana bir tarafdan Qozog'iston jungo savdo odamlari Qozog'istonga berish uchun viza talab qilsa, bu intayin qiyin bir ishdir. Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashi orqali Turkmaniston dal hozir Turkmanistondan chiqib Afg'oniston orqali oxiri Hindistonga yetib boradigan gaz eqitish trubbasini jasavotdi.